Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Siz bilan men Nodirbek Madiyarov. Bugün 2026-yilning 3-yanvar 2026-yil hammamizga qutlug', barakatli yil bo'lib kelgan bo'lsin. Fayzli 2025da ushalmagan arzularimiz 2026da ushalsin. 2025da balık bakavermaganlar 2026da baksın. Az yine şimdi ilan balıklarımız yine hazır halatı. 2026 yıl başlangıcına 3 yanvar. Suyunu almıştırıp turlarım hazır. İlan balıklarımız bu kime kendi razmede gerek olsa Xudo xolasa şu martni ahırlap aprelni başlarına işini başlayımız. Beton havuzda bakıp bo'lmaydi indi deganlar uchun men o'zim ispitanadan o'tirib qo'yibman. Yine Xudoga shukr balıklar şu beton havuzda durdu yine. Ta kuzdan beri şurada durdu balıklar. Karşı suyunu almastıraman. Şimdi tazalap koyuyorum. Buna garantiya evvelen Xudo beton havuzda bakılışına bakıp buladı. Bo'lmaydi emas. Şu kimde kim kızıksa hapishanede Telegram kanalımız silgesini kaldıramam. Telegram kanala abone olunlar. YouTube kanalımıza abone olmaganlar abone olup like basıp koyunlar. Düşünmegen savol javoblarınız bo'lsa kommentariyada Telegramda yazsanglar imkan kadar bo'shagan vaqtim javob qaytarib qo'limdan kelgancha javob qaytarib qo'yaman. Bu balıklarni bakıp ispitanadan o'tirib kuzatib qo'yibmiz yine. Bu yil Xudo xolasa erta boshlaymiz. Biltir martning boshlarida boshlab odamlar qistivergani meni balık havuzimizni ochib ishni boshlab qo'ydik. Keyin balıklar shamollab ko'pchilikka zarar bo'ldi. Shuning uchun bu yil Xudo xolasa martni oxirlab aprelni boshlarına ish boshlaymiz. Bundan burun ochmayman. Lekin balıkımız bor. Kime qancha kerak desanglar Xudo xolasa şu martning 5-6larından telefonlaşıp başlayıversa opsi mesela 3 tonna 4 tonnaga klientni bir yig'ib turib bir kunda açıp tarqatib beraman da Xudo xolasa. Hozircha mendan shular. Hammangizga rahmat. Hammangizga rahmat. Abone bo'lmaganlar abone bo'lib like bosib qo'ysa, siz bilan men Nodirbek Madiyarov. Savol javoblar bo'lsa kommentariyada Telegramda savol javob etaveramiz.